Bu videoni shoshib o'tkazayotganingiz singari sirat ko'priklardan shoshib o'tib ketding do'stim. Men shunchaki niyat qilyapman. Amin deb qo'ying. Ushbu tilaklar sizga yondosh bo'lsin. Do'stim, keling, agar niyatlarim yo'qsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi? Bismillah. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin do'stim. Jannatlarda boshingizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin-da do'stim. Ushbu videoni ko'rayotgan ko'zlaringiz ilachi bugunni o'zida tushungizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim, niyatlarni go'zalligini qarang. Bundan-da go'zal narsani aytaman. Ya'ni siz arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila, dilingiz ila, yuragingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgani. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatli birodarim uchun, aynan siz uchun, yuzi nurli inson, siz uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 9606 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ma'assalama.